Hech kim bunaqa joylarda yashamaydi, lekin biz yashayuribmiz-da. Ilojimiz yo'q. Osmon bilan yer qattiq. Boquvchim yo'q-da, orqam yo'q-da meni shu uchun tinglamaydi. Ho, anaqa ko'rayottirman. Eri Rossiyaga ketganlarga ham yordam bo'layotibdi. Biz meni erim yo'qligi uchun aybdordaman. Jim bo'lib ketdi endi bu ayol deb menga o'xshagan hech qanday ijtimoiy tarmoqqa chiqmasa, bu narsani qilmasa ularga shuncha yaxshi. Bir inson o'zbekchilikka bir insongarchilik bu devdi. Bular o'zbekni ham yo'qotib yuborishdi. Raisimiz kelarlarda mana ikkita molimni videoga oladilar, ikkita tovuqimni videoga oladilar. Bu masalani bo'ylab qilib beramiz, narsa qilamiz deydilar-da ketadilar. Mana asl nimamni mana ko'rsataman ijtimoiy tarmoqqa mana uy joylarimning ahvolini. Payshanba kunlari hokim qabullikka boraman-da. Inson zoti so'ramaydi, na xotin qizlar, na boshqasi so'ramaydi. Mana yaqinga saylov bor. Bu saylovlarga albatta qatnashaman. O'zimni yaxshi chiroyli gaplarim bor mana mahalla raisiga ham. Qashqadaryo viloyati Kitob tumanidagi Anorzor mahallasida yashovchi Xudoyqulov Mahbuba bo'laman. Bu ijtimoiy tarmoqqa chiqishim 1 marta, 2 marta emas, 4 marta, 5 marta murojaat qilaman. Mana Qashqadaryo viloyatidagi Kitob tumanidagi hokimning yordamchilari, mana mahalla raislari hech qanday tinglamay, menga hech qanday mana uy joy masalasiga ozroqgina yordamni murojaat qilgandim, hech qanday yordam bermay, shunday darajaga o'tib olishganki, hokim yordamchilari telefonni ko'tarmaydi. Ayollarga telefon qilsam, mana ayollar raisi ham telefonni umuman ko'tarmayotgan bo'lib qolgan hozir. Endi bu mahalla raisiniki umuman gapirmasagan bo'lmaydi. Vijdonni yo'qotib yeb yorgan hozirgi paytga umuman yo'qolib ketgan. O'sha 3 oydan beri u kishi ham mana men ham yordam beraman, senga olib beraman. Sen sabr qilib hech qanday mana yordamlar ham bo'lmadi. Hech qanaqa mana ahvol, mana shu ahvol hali yotibdi mana. Mana yotibdi. Mana shu nima bilan hali ham turibdi mana. Faqat aldov, yolg'on gapirish. Vijdoni yo'q insonlarda. Mana hokim yordamchisi ana shu Farhod degan qurilish boshlig'i ham kelib ko'rdi. Ko'zi bilan ko'rdi hamma joyda. Oshxonalarimni ham, mana shu o'g'illarimni ham hamma joyimni ko'rib ketdi-da, hali hanuz aldaydi meni. Hech qanday bundan oldin ham yordam qilmagan kelib, bundan keyin ham hech qachon yordam qilmaydi. Vijdonsiz odamlarga nima qilasiz? Endi dod-voy qilib prezidentimizning gaplari yerga qolib ketyapti. Hech kim bu masalani ko'rib ham chiqmayapti. Hech qachon hokim meni o'zim qilib beraman. Mana shu 5-maktabda buzib senga olib beraman deganlari mana 21-yanvardan beri shu ahvol. Mana shu hali yotibdi. Qancha murojaat qildim. 3 oydan beri hech qanday natija ham yo'q. Mana buzib olib borib beramiz sizga ozgina narsa. Men buzib uyimni boshqatdan qurib beringlar deyotganim yo'q-ku. Nima qilish kerak endi? Bular umuman tinglamaydi endi. Mahalla raisiniki umuman gapirmasa ham bo'ladi. Xalq bilan umuman ishi ham yo'q. O'shanga qo'shilib olgani Qashqadaryoni Kitob tumanidagi mana hokim bovimizda ham hech kim bilan ishlari bo'lmay qoldi. Ayniqsa meni masalamga kelganga nolga tushib hozir shu faqat kutib turing, sabr qilinga qolgan. Yana qancha kutayman. Hokim bovimizga mana shu masalamdan qishga murojaat qildim. Mana hozir bahor keldi-da. Bahor kelib o'sha kelib menga bosim o'tkazishib ketdi. Mana kelishib mana uy joyini kerak bo'lsa to'tta olamiz, o'qilamiz, bu qilamiz deb murojaat qilib ketishdi. Men endi mahalla raisini oldiga o'shandan beri mana hammalari jim bo'lishib ketishdi mana. Hozirgacha mana hech qanday natija yo'q. Bo'lmagan ham, bo'lmasa ham kerak. Hukmni bu yurishlariga, bu xalqni tinglamagan befarqliklariga qaraganga mana shuna jim bo'lib yuraveradilar-da. Mana bergan mana hokim tomonidan jo'natilgan 2 tonna sementlari mana bu yerga muzlab yotibdi. Bir yana 2 tonnasi yo'q mana. Qurilishdan chiqadi deydi hokim yordamchisi Otabek. Mana 2 tonnasi yo'q, tagi mana 4 tonna sement bor, yo'g'i 4 tonnagina sement yozdirgan. Mana kelinglar, ko'ringlar yana boshqatdan. Yordamni qilinglar, bu kambag'alchilikni qachon yo'qotasizlar? Bu turishga xalq hech qanday kambag'alchiligi yo'qolmaydi xalqda. Nabirotiga bu avj olib ketaveradi. Faqat boshqa kishilar boy bo'lib, mana shu mahallaniki odamlari o'zlari qayta boy bo'lib, o'zlariga tortib olishib, shunaqa qilib yurishadi. Endi onamning ahvoli 100 marta videoga olib tashlaganman buni. Bir necha marta ijtimoiy tarmoqlarga iltimos bilan chiqayoman. Bir necha marta chiqayoman iltimos bilan. Xudodan so'radim mana qishi bilan bolalarimga ziyon yetmasin. Bir suv ketib shu yumalamasin, ey Xudo deb chiqdim. Lekin
hech qanday murojaatlarim tinglaqsiz qoldi, vijdonini yedi bular, yo'q. Mana hammasi o'z ishi bilan bo'lib ketgan, yo'q. Xo'ja Ko'rsinga o'ttirishibdi. Qashqadaryoni Kitob tumaniga mana Xo'ja Ko'rsinga o'ttirishibdi bular. Xalq dardini tinglamaydi, bir kambag'allarga yordam berish yo'q. Ey Xudo shu yumalamasin deb. Boquvchim yo'q-da, orqam yo'q-da mani shu uchun tinglamaydi. Anaqa ko'rayottirimman. Eri Rossiyaga ketganlarga ham yordam bo'layotibdi. Biz mani erim yo'qligi uchun aybdordaman. Yordam yo'q menga. Mana shu mahalladan kelgan Otabek mana hokim yordamchisi menga qarab nima deydi-ya, o'sha 9-fevral kuni qurilish bo'limidagi odamlar kelayotganga, qarab turgun baqirmang, apa, necha marta men bir joyga baqirib, chaqirib, bir sharmandachilik qilgan ekanman. Bu hokim bu kelyaptilar deydi. Meni alda o'ttiribdi. To'ppoz men hokimni tanimaymanmi? Men ko'rmayman, kar tentayman. Hokim buvimizni buni deyishimdan maqsadim, menga o'xshagan kambag'allar ishi yo'q. 4 ta odamni jo'natadi, o'zlariga tegishli masalani yopib yoribdi-da. Bu nima qiliqdi endi? Mana qani o'shandan beri bir yordam bo'laydi-da, kichkina bo'lsa ham mana qurilish narsalari keltirilib beraydi. Mana o'zim yopib olaman dedim. Men uyimni boshqatdan noldan boshlab qilib beringlar deyotganim yo'q-ki, salgina turtki, ozroqgina turtki beringlar deyapman. Hali ham meni ham bundan baqa ja olib yeb og'zimni artayotgan banda emas. Mana bir paytlar kelib, men ham shu xalqqa yordamim tegadigan inson bo'larman, balki ballalarim katta bo'lsa. Mana faqat televizordan ko'ramiz-da, kambag'alchilikni yo'qotish kerak, xalq dardini tinglash kerak deb. Faqat televizorga bu narsa, lekin bizga o'xshagan oddiy insonlarga bu narsa amalga qo'yilmaydi-da. Mana o'sha turishga, mana o'sha nimaga yana turibman. Bir qancha video murojaatlar qilganim bilan Kitob tumanidagi hokim buvimizga umuman o'ylov bir bizga kambag'allarni tinglash umuman yo'q-da. Hech bo'lmasa mana shu 3 ta bu farzandimni o'ylaylar, meni o'ylamasanglar, mana bu O'zbekistonning kelajagi-ku bular. Yog'in sochinlar bo'libdi. Kelib ahvolimni bitta ko'rib ketib yopib yordinglarmi? Mana endi kelib mana yordam berish, bir masalani qayta bir ko'rib chiqish yo'qmi sizlarga? Shu ahvolmi mana faqat hech kim unaqa joylarda yashamaydi, lekin biz yashayuribmiz-da. Ilojimiz yo'q. Osmon bilan yer qattiq. Hokim buvimiz ko'rib, mana shuni ko'rib bilib, baribir masalani tekshirib chiqmaganlariga men jahlim chiqibdi-da. Nima uchun kambag'alchilikni qisqartirish deyaptilar prezident buvimiz. Nima uchun hech qanday tinglashmayapti bu narsani. Vijdonlarni yeb bo'lishdimi? Jim bo'lib ketdi endi bu ayol deb menga o'xshagan hech qanday ijtimoiy tarmoqqa chiqmasa, bu narsani qilmasa ularga shuncha yaxshi-da, o'tiraverishadi. Hech qanday murojaat qilmasligim kerak, hech narsa qilmasligim kerak. Jim o'tirishim kerak. Bularga shuncha yaxshi-da. Bir inson o'zbekchilikda bir insongarchilik bor deydi. Bular o'zbekni ham yo'qotib yuborishdimi, bilmayman.